Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi sohasini tubdan isloh qilish, fermer va dehqonlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Davlat rahbari tashabbusi bilan qishloq xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy etish, yer munosabatlarini takomillashtirish hamda fermer xo'jaliklarining iqtisodiy mustaqilligini oshirish bo'yicha qator farmon va qarorlar qabul qilindi. Jumladan, 2024-yil 8-noyabr kuni qishloq xo'jaligi kooperativi to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Unda qishloq xo'jaligi kooperativini tashkil etilishi, faoliyati, qayta tashkil etilishi va tugatilishi sohasidagi munosabatlarni tartibga solish belgilangan. Hozirda mazkur qonun bo'yicha Xorazm viloyatida ham ishlar olib borilyapti. Viloyatda jami 4283 ta fermer xo'jaliklari mavjud. Hozirgi kungacha 7 ta kooperativ va unga 73 ta fermer xo'jaliklari biriktirilgan. Masalan, Gurlan tumanida 23 ta fermer xo'jaligi a'zoligida belgilangan barcha tartiblar asosida kooperativ tashkil etilgan. Gurlan Agroinvest ishlab chiqarish kooperativimiz 2025-yil fevral oyida tashkil qildik. Gurlan tumanidagi 23 ta paxta g'allachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklar ta'sischiligida tashkil qilindi. Bu kooperativ tashkil qilishimizga sabab biz o'z mahsulotimizni, o'zimiz paxtamizni, g'allamizni shu yerda saqlab, o'zimiz xohlagan vaqtda, xohlagan bahada sotish uchun tashkil qildik. 23 ta fermer ham o'z hisobimizdan paxta va g'alla yetishtirib kelmoqdamiz. Paxtalarimizni kooperativimizga qarashli bo'lgan paxta qabul qilish punktida bu kooperativ tashkil qilishimiz uchun bizga asos bo'lgan hujjat bu O'zbekiston Respublikasining qishloq xo'jalik kooperativi to'g'risida qonuni qabul qilinganligi bo'ldi. Prezidentimizning tashabbusi bilan ushbu kooperativ to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Bu yil paxta xomashasini qayta ishlash bo'yicha zavod qurish niyatimiz bor. Paxta yetishtirishdan boshlab tola chigit qilib sotguncha hamma jarayon o'zimizda bo'ladi. Endi kooperativ qilinganning ahamiyati bu 23 ta fermer birgalikda harakat qiladi. Marketing masalalari, xomashyo masalalari birgalikda hal qilinadi. Misol uchun mineral o'g'itlarni birgalikda olish mumkin. Ko'p miqdorda olinadigan bo'lsa, bahasi arzon bo'lishi mumkin. Logistika masalalari, ko'p masalalarda qulayligi bor. Demak, kooperativ fermerning mehnatiga munosib baho, katta imkoniyat, daromadini oshirish, izlasa, intilsa, yanada rivojlanishiga sharoit yaratadi. Biz yaqinda yanvar oyi oxirida Respublika Fermerlar kengashi tashabbusi bilan Xitoy davlatiga 5 kunlik o'quv seminariga borib keldik. Xitoy tajribasini o'rganib, dehqonchiliklarni ko'rib keldik. Xitoylarning shu paxta va g'allani qanday yetishtirishi, to chigit ekishidan paxta hosilini terib olguncha bo'lgan jarayonlarni barchasini bilan ko'z bilan ko'rib tanishib keldik. Eng asosiy seminardan xulosamiz shu bo'ldiki, masalan, paxtadan ular 70-80 sentnerga qanot qilmayapti. Undan ham katta sentner hosil oladigan ular. G'alladan 100-120 sentner hosil olib biladigan ular. Qiyin narsa emas, ilmiy jihatdan o'sha asosan hamma dehqonchiliklarini tomchilatib sug'orish bilan berilgan, ilmiy jihatdan yondashib, qancha mineral o'g'it kerakligini, qaysi vaqtda berish kerakligini tizimli. O'sha tizimni o'rgandik. Biz ham shu qishloq xo'jaligimizda paxta g'alla yo'nalishida yildan yilga shu tajribalarimizni oshirib kelmoqdamiz. Endi hozirgi kunda biz maksimal paxtadan 50-55 sentner hosil oldik. Bug'doydan 80-90 sentner bemalol olib keldik. Xitoydagi olgan bilimlarimizni o'zimizda qo'llab, paxtadan kamida 70-80 sentner, bug'doydan esa 100 sentnerdan ortiqroq hosil olishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Buning uchun o'zimizda yetarlicha imkoniyat ham, sharoit ham bor. Bizga shu imtiyozli kreditlar bilan tomchilab sug'orish bo'yicha davlatimiz tomonidan imtiyozli kredit ajratilyapti. Ularga katta rahmat. Biz faqat shu mehnat qilib ishlashimiz kerak. Xitoyda bo'lgan safarimizda qishloq xo'jaligidan tashqari bir qancha zavod, fabrikalar rahbarlari bilan tanishib, shartnomalar qilib keldik. O'zimiz yetishtirgan mahsulotni tayyor mahsulot qilib iste'molchiga yetkazib berish, daromadimizni yanada oshirish maqsadimiz. Paxtani qayta ishlash zavodini, uskunalarini olib kelmoqchimiz. Shunga shartnomalar qilib keldik. Bu shartnomani Fermerlar kengashi jamg'armasi tomonidan moliyalashtirishni rejalashtirmoqda. Prezidentimiz mana shu qishloq xo'jaligi yo'nalishida hamisha yig'ilishlarda aytib keladi, bir gapni qayta takrorlab aytadi. Qishloq xo'jaligini ilm bilan, bilim bilan yondashish kerak degan so'zlarni aytib kelar edi. Mana so'nggi yillarda, ayniqsa mana o'tgan yili mana shu paxtachilikda qishloq xo'jaligini ilmni kiritilishi, urug'chilikqa bo'lgan e'tibor hammasi natijasidan o'tgan yili bizni fermerlarimiz 50-55 sentnerdan, ayrim fermerlarimiz 60-70 sentnergacha
paxtadan hosil olgan. Aholi soni o'sib borayotir, yerimiz, qishloq xo'jaligi ekinlari yerimiz cheklangan. Faqat endi biz mana shu hosildorlikni oshirish hisobiga yuqori daromad olishimiz mumkin bo'ladi. Viloyatimizdan 15 ta fermerda Xitoy davlatidagi ilg'or tajribalarni o'rganish bo'yicha Respublika Fermerlar Kengashining tashabbusi bilan Xitoy davlatiga borib keldilar. Ko'pchiligi shartnoma qilib keldi. Va bunga biz mana shu fermerlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan mablag'lar ajratyapmiz. Endi bizning jamg'armamiz 3 ta yo'nalishda kredit ajratamiz. Birinchisi mana shu yirik qishloq xo'jaligi texnikalari, qayta ishlash operatorlari uchun 18% dan 7 yilga 3 yil imtiyoz davri bilan ajratamiz. Bizdan mana bugun 4 ta kooperativ biz bilan hozir ish boshlagan. Bularga mana 10 milliard mablag' ajratish bo'yicha biz hozir ishlab turibmiz. Bugun mana kooperativlarda asosiy maqsadi yuqori daromad olish bo'lyapti. Chunki o'zi yetishtirgan paxtasini o'zi saqlab, o'zi mana zavodlarda qayta ishlab, o'zi mana shu birjalarda, savdo birjalari orqali paxtasini o'zi sotish imkoniyatlari paydo bo'lib, endi kelgan yuqori daromadini o'ziga ishlatish bo'yicha harakatlarni qilyapti. Shuningdek, Prezidentimizning 2025-yilning 9-dekabr sanasidagi paxtachilik va g'allachilikda hosildorlikni oshirish uchun yuqori samarador intensiv agrotexnologiyalarni qo'llashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida ham zamonaviy intensiv agrotexnologiyalarni keng joriy etish natijasida hosildorlikni paxtachilikda 50 sentnerdan oshirish, g'allachilikda 100 sentnerga yetkazishga ham ahamiyat berilyapti. Islohotlar doirasida suv tejovchi texnologiyalar, jumladan tomchilatib sug'orish usuli keng tatbiq etilmoqda. Umid aka, mana ko'ryapmiz, yangicha uslubda paxtadan hosil olishda yangi imkoniyatlarni joriy etayotgan ekansizlar. Xo'sh, buni afzalligi nimada? Prezidentimizning tashabbusi bilan shunday Sinjan usulida paxta yetishtirishni yangi tajriba bilan boshlayapmiz. Maqsadimiz suvni tejash, mineral o'g'itlardan tejash, kam xarajat, ko'p hosil olish. Bu uslubni o'tgan yil prezidentimizning tashabbusi bilan Xitoy davlatiga borib, qishloq xo'jalik shu dalalarini, yetishtirayotgan paxtalarini birga o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib kelib, shunday xulosaga kelib, shu bizlar ham qilsak bo'ladi ekan degan maqsadda shu ishlarni boshlayapmiz. Biz Xitoy davlatiga borgan vaqtimizda shu asosan qishloq xo'jalik dalalarini ko'rdik, paxtalarni ko'rdik. Plyonka ostiga tomchilatish 100% shu uslubda paxta yetishtirar ekan. Joriy yilda Sinjan usulida sug'orishni tashkil etdik. Oldingi uslubda biz ko'rganmiz, aynan vegetatsiya davrida maxsus shlanklar orqali tomchilatib sug'orilar edi. Bu undan ancha farq qilar ekan. Ana shu jihatlarini tushuntirib bering. Markaziy turbalari yer ostidan o'tadi, yig'ish qo'l kuchi minata kam bunda. Oldingilarda shlanklar yer ustidan turadi. Ularni yig'ib olish kerak, minat ko'p. Hozir bularda mehnati kam ular. Shlankasi 10-15-20 yilgacha Yer ostida turadi. Yer ostida turadi. Joriy yil hosilida qanchani ko'zlayapsiz? Endi oldinlari 35-40 sentnerda katta yutuq deb bilganmiz bizlar. O'tgan yili mana shu yerlarimizning ayrim Sinjan usulida yetishtirib ko'rdik o'zimiz ko'zimiz bilan. Demak, bu tajriba bo'ldi. Tajriba bo'ldi bizlarga bir yil. O'rtacha 55 sentnerdan hosil oldik o'tgan yil. Bu yil shu 70-80 sentner ko'zlayapmiz shuni. Xorazm sharoitida sho'r yuvish 3 marta sho'r yuviladi. Xulosa qilib aytganda, qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan islohotlar soha samaradorligini oshirish, eksport salohiyatini kuchaytirish va aholi farovonligini yuksaltirishga xizmat qilmoqda.